Amcamızın 70 yaşlarında tuvalet oturgan ekanmiz. Biz shu fursatdan foydalanib bu onamizga kattadan katta yapamıyor. Şuraya şunu. Yo'qmi ko'rsinlar. Jo'raxon, kelar. Assalomu alaykum hurmatli, mana shu xonadonga to'plangan aziz mehmonlar. Mana bugun biz buvijonimizni 70 ga kirganlar yubileylarni qilayotgan ekanmiz. Xudo xolasa 150 ga kirgan nimalarni mana shu o'rtoqlari shunday o'tirsin, shunday to'ylar qilib bersinlar. Qanjoni sog' bo'lsin bular. Dadam umrini ham sizga bersin.
Onamizning eng yaqin qo'shnilaridan, albatta yon qo'shni, jon qo'shni deydilar. Davraga Arofatxon opamizni qolaversa, Mayramxon opamizni taklif qilmoqchiman. Albatta bular ham mana shu onajonimizni qutlug' yoshlari bilan, muborak to'ylari bilan qutlab qo'yadilar degan umiddamiz. Marhamat, Arofatxon opa, Mayramxon opa davraga taklif qilamiz. Avvalambor barchalaring xush kelibsizlar. Mana bugun biz Salomxonayamizni 70 yillik yubileylarda turibmiz. Biz bilamizki, Salomxonayani mana bir necha yildan beri qo'shni sifatida mustahkam irodali, sabr bardoshli ayollardan biri deb bilaman. U kishi mana ko'chaga chiqsa erkak bo'lib, uyga bo'lsa ayol bo'lib, 8 farzandi o'g'ilni, bir qizni voyaga yetkazib, uylab, joylab, ularning sho'xliklariga, injiqliklariga bardosh berishni o'zi bo'lmaydi. Shu bilan birgalikda Salomxonaya mahalladagi barcha yaxshi yomon kunlarda barchaga maslahatchi ham. Men shu Salomxonayani qutlug' yoshlari bilan tabriklab, ularga yanada mustahkam iroda, uzoq umr, sihat, salomatlik, bolalarini baxtiga doimo tanjonlari sog' bo'lsin. Yuzlaridan doim tabassum arimasin. Doimo bolalarni baxtiga eson bo'lsin. 100 yillik yubileylarni ham shu yerda nishonlaylik. Tashakkur opajon. Sizga ham mana shunday qutlug' yoshlar nasib etsin deymiz. Davraga. Aha. Sizlar uchun baba ergashib keldi. ayırdılar yar yar Yüzümden beni senden ayırdılar yar yar Yüreğine eman batar uy bulsan yar yar Dırlarına yedi batar uy bulsan yar yar Başlarına girip ayırdılar yar yar Yüzümden beni senden ayırdılar yar yar Yüreğine eman batar uy bulsan yar yar Dırlarına yedi batar uy bulsan yar yar Yarinden ayrılmak yar yar Uy geceden kasım yar yar Dağlar teler uy geceden ulanırdım yar yar Saylayacak ikidir ya olmayın yar yar Yetişmez bu sen eğer yar olmayın yar yar Ayağına uy geceden ulanırdım yar yar Dağlar teler uy geceden ulanırdım yar yar Saylayacak ikidir ya olmayın yar yar Yetişmez bu sen eğer yar olmayın yar yar
Rahmat, sağ bo'linglar. Rahmat, teşekkür hamisha sağ bo'linglar. Men hozir davraga albatta mana shu onaxonimizni qutlash uchun Hoshimjon akamizni, qolaversa Rostay akamizni davraga taklif qilmoqchiman. Albatta ular ham onaxonimizni marhamat. Hayır hocam. Dasturxonga tatar qilar ekanmiz. Buyruq keldi. Og'irdan og'ir. Hamisha xursandlik bo'lsin, shuna shirin to'ylar bo'lsin. Davramiz aksiyat kapiman. Allohu akbar. O'g'il qizlaringiz katta bo'lsin. Opam bizga endi onam deyishga taqdim. Senga ham xudo Yetimlarni boshini silaydi. Xush ko'rdik o'g'illarni bersin. Ko'rmagan kunlarni Katta to'ylarni qilib bersin. Nasha onaxonimizga duo qilib Katta muhitlarni qilib bersin. aqiqa bilan to'y qilayman. Xudo xohlasa. ko'rmagan kunlarni shu bolalarni orqasidan ko'rsin. Ularga bilan sayyordosh bo'ling. Inson to'y Men doimo shu ayolning uzoqni ko'rishlariga tilakdoshman. Chunki yetimlar boshini silagan odam hech qachon xor bo'lmagan. Albatta umri boqiy yegan ichgan oldida bo'lgan. Men shunga tilakdoshman. Men ming marta roziman. Ming marta roziman. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Mana shu xonadonga to'plangan aziz onaxonlar, opa-singillar. Mana hozir akam o'z yuragida dil so'zlarini bildirdi. Men shu akamning yuragida dil so'zlariga qo'shilaman. Haqiqatan bizga onamiz bo'lganlar. Bundan bog'i dunyo turguncha tursinlar. Orqasiga qolgan o'g'illari endi bundan bog'i yaxshi farovon hayot kechirishlarini tilaydoshman. Rahmat. Mana yerim. Yerim. Bu ne? Bol ekan. Bu kelin. Bu yap kelin. Shoydaxon. Boshlar. Bazbakanlardan joni sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin. Lübaba salom, Lübaba. Ashtu o'ylayo. Do'xalasini ishtak.
Tashakkur, hamisha sog' bo'linglar. Albatta. Xo'p, marhamat san'atkorlarimiz onajonimiz bilan o'ynarkanlar. Istagan. Qani marhamat, sizlar uchun boshqa qo'shiq.
opamda surpriz bu xumorga. Surprizga. Bor uchun u bor axir. Siz bor bo'ling. Siz uchun u bor bo'lsin. Siz Allohga bugun aziz onajonlarimiz, aziz mehmonlarimiz, bugun sizlarning xizmatingizda men avval aytganimdek Ikromjon Umirzaqov boshliq san'atkorlar. Ikromjon Umirzaqov albatta donishmandlar dedilarki, yaxshi inson haqida so'zingni muxtasar qilgin. Chunki uni kimligini, uni yaxshiligini barcha biladi. Men Ikromjon Umirzaqovni albatta so'zimni ko'p qilmasdan muxtasar qilib davraga chorlamoqchiman. Albatta mana shu san'atkorlarimizni mana shu qishloqdan yetishib chiqqan, o'zga qishloqlardan yetishib chiqayotgan yosh san'atkorlarni ustozi Ikromjon Umirzaqov albatta mana shu xonadonni sohibi desam yanglishmayman. Onajonimizni farzandlari. Davraga Ikromjon akamni o'zlarini chorlasam-da, onajonimizni bir qutlug' so'zlari bilan tabriklab qo'ysalar, bir so'zlarni albatta tuvqa aylasalar degan umidda navbatni Ikromjon akamga beraman. Assalomu alaykum aziz onaxonlar. Mana bizni ko'ksi tog', qalbi osmon mana onamiz o'tiribdilar. Bizni ota-onalarimizni ko'rgan bir biz uchun aziz inson. Bugun xursandchilik bilan hamisha kundan kunga qalbingiz to'lsin, farzandlaringiz yoningizda hamroh bo'lsin. Ana shu o'tirgan Fazilaxonni ham omadini bersin. O'g'il farzandlar ko'rsin, chiroyli qilib to'ylarda qilsin. Yaxshi kunlarida o'zingiz iloyim bosh bo'ling. Endi sizni nevarangiz bir chiroyli qo'shiq aytib beradi. Siz bilan nevarangiz onasi o'ynab beradi. Qani, marhamat. Murtazoxon qayerga ketib qoldi? Kel bu yoqqa. Fazilaxon seni eshitib turibdi. Cho'ber. Sağ olun. Era sağ bo'ling. Rahmat, hamisha sog' bo'linglar. Murtazoxon kelajakda albatta mana shu otangiz kabi san'atkorlar yo'lida tutasiz degan umiddamiz. Men hozir davraga onajonimizni nevaralardan Olimaxon singlimizni albatta
Mana shu singillarimizni davraga chorlamoqchimiz. Assalomu alaykum, Ashxondan yig'ilgan mehmonlar. Mana shu buvijonimizni 70 yillar bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Ularga uzoq umr, baxt saodat tilab qolamiz. Mana
mehmonlar. Mana bugun qo'shnimiz Salom xolam 70 yoshini tabriklab, shu yerda hammamiz dil izhorlarimizni bildirib o'tiribmiz. Shu fursatdan foydalanib, men ham mana shu ro'parasidagi qo'shnisiman. Ayamga uzoq umr, sihat, salomatlik, mana shu ulkan ishlarida ulkan zafarlar tilayman. Bizni yuragimizdagi gaplarimiz bor edi. Sizlarda singanimiz ham texnik sabablarga nisbatan bolalarimiz ketib qopti. Endi shu qatori Ozodbekni ham tug'ilgan kuni bilan tabriklamoqchi edik. Unga ham uzoq umr, sihat, salomatlik. Mana shu Ozodbekni to'yida, uylanish to'yida ham Salom xolam shu davrada kutib olaylik. Uzoq umr ko'rsinlar. Mana bugun biz onaxonimiz 70 yoshlik yubiley to'ylarini o'tkazayotgan ekanmiz. Vaqtimizga umrlari uzun bo'lsin, sog'liklari yaxshi bo'lsin. Hammamizga bosh bo'lib yuribdi. Nevaralarini ham ko'rib o'tirsin, o'zi boshqasi. Mana shu bersin tilaydi. Hammamizni ham mana shunaqa kunlarga yetkazsin. Oshnami ham hamzorlari sog' bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin. Hammamiz ham shunaqa qilib yuraveraylik. Xatolarimizni xato bo'lmaylik, zamonlarimiz tinch bo'lsin. Topganlarimiz to'ylarga buyursin, bola chaqalarimiz, mahalla ko'ylarimiz ham salomat bo'lsin. Videochi, ashulachi bolalarimiz ham hamzorlari sog' bo'lib, yaxshilik kunlarda yurishaversin. Allohu akbar. O'yinlar yoshlarga bo'laversin. Kampirlarda bitta yo'riqlari bor ekan, ha bo'lmaydi.
shularga ko'ra mana shu sağ olsun. svet o'chib qolmasin. Shuning uchun mana shu davramizga aziz opajonimiz, bajonamizni qizlari Dilfuzaxon opamiz tashrif buyurdilar. Mana shu mehmonlar Assalomu alaykum. Shu bilan hada qadamlaringga hasanot, hammalaringni kelganlaringga rahmat, xush kelibsizlar. Hammani ammamdaqa bo'lib yurishib nasib qilsin. Chiroyli farmon bibi bo'lishdi. Rahmat. Ammam bundan ham yaxshi yashasin.
yoshlik deb tashlab ketadi. Yoshlik deb tashlab ketadi. Albatta so'z navbatini qaratsam, Fayzulloh o'zlarini yuraklari tubidagi eng yaxshi tilaklarni mana shu onajonimizga yo'llasalar. Albatta baliq suvsiz yasholmagani kabi inson ham do'stsiz yasholmaydi dedilar. Fayzullohni yo'llarida albatta yondosh, yo'llarida yo'ldosh bo'lib, do'stlari Mahmudjon hamda Marifjonlar ham birgalikda o'z so'zlarini izhor etadilar. Marhamat Fayzulloh onamizni yuragingiz tubidagi eng yaxshi tilaklaringiz bilan qutlab qo'yasiz. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun biz bujonimizni 70 yoshlarga kirar ekanmiz. Men bu fursatdan bujonimga uzoq umr tilayman. Doimo baxtimizga sog' salomat o'ynab kulib dadamizni yoshini ham buvimizga bersin. Xudo xolasa bujon 80 yilligingizni qilib beramiz. Hojilarga jo'natamiz o'zimiz bujon. Endi shuna bo'lib qoldi, xafa bo'lmaysiz bujon. Nima qilamiz, peshonada bor. Doimo sog' salomat o'ynab kelib yuring bujon. Rahmat. Ay
Olvoy. Oy
Qani? Hamma boshlang. Gapiravering. Gapiring Vijon. Assalomu alaykum, kelgan mehmonlarim. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Hamma kelinlarim ham tanijoni sog' bo'lsin. Qo'shganim bilan qo'sha qarishsin. Hamma bolalarim sog' salomat yursin. Mana bolalar yaxshi Luban oldiga uchib boryapsin. Tanijoni sog' bo'lsin. Qo'shganim bilan qo'sha qarishsin. O'g'illi qizli bo'lsin. Hamma bolalarimga insof topib qo'ysin. Amin. Kelinlarim mahaba qilmasin. Qo'shganim bilan qo'sha qarishsin. Men ketayotganimda yaxshi meni qabul qilishib, yaxshi kuzatishib yorsin. Amin. Oho, yana 150 qilamiz Nadimi. Tanijonlaring sog' bo'lsin. Hojiga ketayotganlar. Meni bolamni ham tanijoni sog' bo'lsin. Hojiga ketayotganlarini hisobga olyaptilar. Yana boshqa niyatga borib yurmanglar. 150 yoshlarni ham chetda, mana shu yerdagilar bilan Xudo xolisa To'rkoskida kutib olmoqchimiz. Voy joningdan aynali. Yashang. Muhammad xonim ham tanijoni sog' bo'lsin. Jiyanim uni umrini ham mana kelinimga bersin. Amin. Alloh kam bo'lmanglar. Shirin bo'lib o'tkazdilaring. Hamma yurgizsin. Yaxshi kunlarda, yaxshi xizmatlarni qilib yuravergin. Sog' bo'ling. Murodi maqsadlaringga yetinglar. Amin. Robbil olamin. Yo xayr. Mana o ikromjonlarni ham qo'shib keting. Rahmat yor, hamar rohmin. Bolalarim ham tanijoni sog' bo'lsin. Xudoya xudovonda ularning umrini ham bularga bersin.
Oh, topolmay qoldim. Pensionerga qo'shib keting, pensioner. Parvardigor. Pensiyalar ko'p bo'lsin. Xayrullohxonga insof topib bersin. Darjoni sog' bo'lsin. Abdulla xonimga ham insof bersin. Yaxshi qo'shgani bilan qo'sha qarib yursin. Lutfullohxonga yaxshi insof bersin. Bu ham qo'shgani bilan qo'sha qarib yursin. Mana aytganimni qilsa, ularda aytganini ham qilaman. Hamma yo'lda juplab yuraylik. Hamisha xursandchilikda yuraveraylik. Allohu akbar. Rahmat. Voy kelinglar, qani turinglarni aytgan. Bitta qatiramiz. Qochi. Bizi burodan basana qochi. Mikrofonni beringlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. تلاوت قرآن خشنود الرحمن اولا خدایا o'zing yo'lingda 124 ming payg'ambarlaring, 4 choriyonlar, Imom Hasan, Imom Husanlar yo'llarida, mag'ribdan mashriqdan o'tgan aziz avliyolar, ahli mo'minlar, shular qatorida shatda o'tgan qortog'alarimiz, qordadalarimiz ruh poklariga, tog'pochamiz ruh poklariga, ahli mo'min mo'minalar ruh poklariga bilib bilmay o'qilgan Qur'onning savobini hadoya qildik. O'tganlarimizni rahmat qilsin, qolganlarimizni salomat qilsin. Opamni qilgan mana ihsonlaridan Alloh rozi bo'lsin.
Hammamizni ham tan jonimizni sog' qilib shunaqa shirin to'ylarga, xursandchilik kunlarga nasib qilsin. Hammamizni bolalarimizga insof to'g'ri bersin, sharma hayo bersin, umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin. Ikki dunyo xorzorlik ko'rishmasin. Mana san'atkorlarimizni ham fayzlarini bersin, shirali ovozlar bersin, qayerga borsa yuzlarini issiq ko'rsatsin, tan joylari sog' bo'lsin. Borgan joylarda shirin fayzli to'ylarda bo'lishib, yaxshi dasturxonlarda bo'lishsin. Tan joylari sog' bo'lsin. Opam ham umrlari uzun, rizqlari baland bo'lib, hammamizni to'g'rimizda o'ynab kulib yursinlar. Ehsonlaridan Alloh rozi bo'lsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rahmatga ya arhamar rohim. Fazloga bitta duo qiling, Fazloga. Fayzillohon degan tan joylari sog' bo'lsin, qo'shganlar bilan qo'sha qarishsin. Umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Hozirgi mana dardlarga Alloh g'oyibidan shifo bersin. Tan joylari sog' bo'lib, salomat kelgan joylariga yana qaytib sog' salomat borsinlar. Xotirlarini ham, umrlari uzun, bola chaqalarini ham, o'sha shartdan shaqi yuborgan aka-ukalarini ham tan joylari sog' bo'lsin. Omad bersin, ishlariga rivoj, barakot bersin. Tan shunaqa yaxshi chiroyli ehsonlarga topganlarini sarf qilib yursinlar. Salomat bo'lsinlar.